Mindonobodga kelganmiz do'stlar. Yangi qurilgan g'ishtli domlarni 5-qavatda 3 xonali 76 kvadrat maydonga ega kattagina uyni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli remont holatida ko'rib turganingizdek, uzun koridor, shiftlari ham balandgina. Birinchi xonasi bolalar yotoqxonasi. Kelib ko'rishingiz mumkin. Chiroyli remont holatida romlari akfa, batareyalar o'rnatilgan, isitish tizimi mavjud. Ikkinchi xonasi zal, mehmonxona ko'rib turganingizdek, chiroyli remont holatida, televizor ilish uchun joylar tashlab ketilgan, romlari akfa, gilamlar yozib qo'yilgan, qoldiriladi. Batareyalar bu yerga ham o'rnatilgan. Bu yerda umumiy sanuzel joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda oyoqdagi devorlar kafer urilgan. Va oxirgi xonasi, 3-xonasi, kattalar yotoqxonasi ko'rib turganingizdek. Bu yer oshxona, do'stlar, kengina oshxona, gaz plita, duv kontur o'rnatilgan. Uyni to'liq isitish tizimi bilan ta'minlaydi. Bu yerdagi jihozlar hammasi qoldiriladi. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Mindonobodda joylashgan yangi qurilgan g'ishtli uylarni 5-qavatda 3 xonali 76 kvadrat maydonga ega kattagina uy chiroyli remont holatida sotuvga chiqyapti. 27 ming dollarga baholanyapti. Albatta kam bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada. Refar siz izlayotgan uylar shu yerda.